Mana, ismlari Akmal. Kulgimni qislatmakin. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemangni nishatga beradi ekan. Alloh boru, hoji aka. Nima bo'ldi eringizga? Yangi uyimizga ko'chib o'tdik. Yangi hammomizda birinchi marotaba cho'milayotganlarida ariston portlab ketib, tanalarning katta foizi kuyib ketdi. Doktorlar bunaqa vaziyatda joyida jon berish kerak edi deyishdi. Nimagadir jon bera olmayapti. Men uylarni malyarkasini qilgan ustaman. Eringiz bizga 5 million so'm pul bergan xolos. 41 million qarzi qolgandi. Pulimizni bermay haydab yuborgandi. Siz ozroq kutib turing. Hozir ketamiz, xo'p? Xo'p.